Agar erkak kishi ayolidan hayitlik olmagan bo'lsa, kichkinagina bo'lsa ham sovg'acha olmagan bo'lsa, o'ylab ko'rishlik kerak, nima uchun deb. Nima uchun deb. Men o'zim ikkita sababni ko'raman. Birinchisi, ayol kishida zaxira puli bo'lmagan. U xohlaydi eriga, yaxshi ko'rgan insoniga sovg'a berishlikni, hadiya berishlikni, ayniqsa hayit bayramlarida, lekin unda zaxira puli yo'q edi-da. Ya'ni bu yerda erkak kishi o'z vaqtida qachonlardir, "Ma onasi mana bu pulni o'zingga ishlatgan" deb aytmagan. Bitta narsa esdan chiqarmanglar. Ayol kishiga berilgan pulni bor-u, sizlar bergan pulni u yarmini yoki bo'lmasa ma'lum bir qisminigina ishlatadi, qolganini zaxira qilib olib qo'yadi, turaveradi. Va ayol kishida o'sha zaxira yig'ib qo'yilgan puli bo'lmaganda, sizga hayitlik olib beraman deb turib. Ikkinchi sababi, balkim ayol kishi ishlab topayotgan puli o'zida turmayotgandir. Balkim uni ishlab topayotgan pulini kimlardir olib qo'yayotgandir. U xohlagan sizga, masalan, turmush o'rtog'iga hadiya qilib, kichkinagina bo'lsa ham hayitlik qilib olib berishlikni, lekin imkoniyati yo'q edi. Biz erkaklarimiz, to'g'ri, men ham masalan yaxshi ko'raman turmush o'rtog'imdan sovg'a olishlikni, hadiya olishlikni va menimcha har bitta erkak kishi shunaqa bo'lsa kerak. Faqat esdan chiqarmanglar. O'zingizlar xohlagan narsani qo'lga kirishlik uchun, olishlik uchun, buning uchun avvalo sharoit yaratib berishlik kerak-da. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yana bitta narsa ma'lumot sifatida aytib ketay. Telegram kanalimizda biz hali turmush qurmagan bo'lajak nomzodlar, bo'lajak turmush o'rtoqlar bilan uchrashuvga chiqqan paytda nimalar haqida suhbatlashish kerakligi haqida audio xabar joylashtirdik. 5 daqiqalik taxminan. Kimgadir qiziq bo'lsa, Telegramda Shavkat Hasan deb qidirsanglar, bizning sahifamiz chiqadi va bemalol bu ma'lumotlardan foydalansanglar bo'ladi kelajakda. Hammaga rahmat.